25-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida sog'lom turmush tarzini shakllantirish usullari mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Seminarda ko'zlangan maqsad hamkorlikda ishlash. Ota-onalar barcha xodimlar bilan birgalikda sog'lom muhit yaratilgan holatda ular bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borish. Tadbirda tuman maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamshiralari va tarbiyachilari, shuningdek tuman maktabgacha maktab ta'limi rahbari Shohsuv Turg'unova ishtirok etdi. Tashkilotimizda sog'lom turmush tarzini yaratish bo'yicha kun tartibi asosida barcha mashg'ulotlar faoliyat yuritilayotgan. Unda biz oziq-ovqat yo'nalishlari bo'yicha zararli va zararsiz mahsulotlarni bolajonlarga farqlay bilishni muntazam o'rgatib bormoqdamiz. Seminar davomida mutaxassislar bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, gigiyena va jismoniy faollikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berdi. Muassasamizda jismoniy tarbiya, psixolog hamkorligida muntazam ish faoliyat olib boriladi. Shu jumladan ota-onalar bilan muntazam hamkorlik ishlari olib boriladi. Ertalabki qabul jarayonidan to bolani ota-ona bag'riga qaytarib bergunimizga qadar barcha hamkorlikda ish faoliyati amalga oshirilib boriladi. Amaliy mashg'ulotlarda iqtidorli tarbiyalanuvchilar ham faol ishtirok etdi. Ularning chiqishlari seminar ishtirokchilarida katta e'tibor uyg'otdi. Yakunda so'zga chiqqanlar bunday seminarlarning ahamiyati yuqori ekanini ta'kidladi va kelgusida ham muntazam o'tkazishni tavsiya etdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda jami xodimlar soni 60 nafar, ulardan 28 nafari pedagoglar tashkil etadi. Tashkilotimizda 310 nafar tarbiyalanuvchi hozirgi kunda tarbiyalanib bormoqda. Ushbu seminar bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va ularning rivojlanishiga hissa qo'shish borasida tarbiyachilar faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.